Mana navbatdagi kotyolimiz ham bitdi. Yoqish jarayonlari ketyapti. Yoqib, tekshirib egasiga topshirdik. Motorcha ham qo'ydik. Samotoga aylanyapti hozir. Gradusimiz 80 da. Dimoxodlarimiz. Mana tepaga chiqargan turbalarimiz. Hammasini stiklovata bilan o'rab cho'tki qilib topshirdik. Bakimiz sovuqda muzlamasligi uchun ustini o'rab qo'ydik buni ham. Mana bu yoqqa bitta ketgan. Mana bu yoqqa bitta ketgan. Bu yoqqa bitta ketgan. Oxirgi turchkamiz o'sha bo'ladi. Kimga agar shunaqa ataplina qilish kerak bo'lsa, pechga yoqmayman, o'tinim hamma joyda kul qilmayman deganlar bo'lsa, navbat bilan hammaga kelishtirib qilib beryapmiz. Hozir radiatorlarni ham tushirib ko'rsataman. Radiatorlarimiz Rossiyaning radiatorlari bo'lgan sababli sal kechroq bo'lyapti. Mana bizning radiatorlarimiz turbalari issiq. Yaxshi. Bu 3 kanalli bo'lgani sababli sal isishi kechroq. Navbatda ataplinalarimiz yaxshi. Bu yerga 2 metrlik ataplina qo'ydik. Ana bizning oxirgi kotyolimiz, ataplinamiz. Bu yerga 1 ohmlik qo'ydik. Bu ham qolganlari qatorida yaxshi ishlayapti.